Ushbu granulyatorimiz 2 yil oldin bitta Qo'qonli akamizga sotilgandi. Akamiz 220 da ishlatilmaganliklari uchun bizga 2 yildan keyin kelib shuni 380 qilib bering deb olib kelishgan. 5,5 kilovat 1000 оборотlik granulyatorimiz eski Yupiskedagi 220 mana kondensatorlar qo'yib, rollari ham ingichka bo'lgan. 380 da ishlaydigan granulyatorda 220 ga moslab bergan o'sha paytda 220 granulyatorimiz hisoblanadi. Hozirda bunaqangi remelli 220 lar chiqqan. Hop, granulyatorimiz soatiga 100 kilo, 150 kilo chiqaradiganini 220 ga moslab bergan o'sha paytda. Hozir akamiz 380 ustanovka qilishdilar. Hop, akamizga shuni 380 qilib kondensatorlarni olib tashlab, rollilarni ham 380 rollilarni qo'yib berdik. Mana xudo xolasa ishlashlari zo'r. 4 mm da yem chiqyapti. Masimiz zadniy mod rolligalanadigan yemimiz tarkibi faqatgina bug'doy bilan arpani o'zi, boshqa hech narsa yo'q. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-haftadan ishlamiz. Agar sizda ham 220 granulyatoriz bo'lsa, 380 ga boshqatdan terib berishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.